Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan 60 kvadrat metrdan iborat bo'lgan korobka holatdagi kvartira obzorini qilamiz. Yangi Novostroyka dom zamon talabiga javob beradi. Gaz, suv, svet, transportdan muammosi yo'q, maktab bog'chasidan muammosi yo'q. Joylashgan manzilimiz Murad Maqsad orientirimiz. Bu tomon bilasizlar, Urganch Xalq markazi, Jaloliddin Manguberdi, Xorazm Palace, seni bu yerda jami masjidimiz Oxun bobo masjidi bo'ladi. Do'stlar, domimizning bir ajoyib domda 8-qavatda mansard emas kvartira. Girib obzorni qilamiz, like'larni bosib beringlar. Kral brend sizlarni orientiringiz bo'ladi. Qani ketdik. Eng do'stlar, 8-qavatimizga yetib keldik. Liftimiz ishlab turibdi. Etajimizda shunday qator xonadonlar, bir pakiza, ajoyib. Shu kvartiramiz bilan obzorimizni qilib beramiz inshaalloh. Stechkalari qilingan bo'ladi, suvoqdan chiqqan, girish eshiklari o'chirlanmi. Tak, suv, svet, gazdan muammosi yo'q, bilasizlar. Bu tomonimiz oshxonamiz, spalnamiz, zalimiz, sanuzel bo'ladi. Bu tomonga keladigan bo'lsak, yurtdoshlar bu yerda hojatxonasini ham shura qo'yib qo'yay. Endi gaz tochkalari kelib turibdi. Stechkani do'stlar o'zlari qildirgan. Bir inson oldidan o'tirib olgan buni. Subsidiya deb so'rab o'tirmanglar. Naqd pul sotiladigan joyimiz. Endi bu yerda ham bir xonamiz do'stlar. Ko'rib turibsiz? Ajoyib elektronli tochkalar kelib turibdi. Doğruda sanuzellar razdelli bo'ladi. Ikkisi tushgan. Mana do'shoy qilib qo'ysangizlar, argina hojatxona bo'ladi. В общем, bu yerda yana zalimiz, oynalari akvaplastik ramadan qo'yilgan. Narxini keladigan bo'lsak, 5 million so'mni aytib turibdilar. Hozirgi kunda bir ajoyib bahada kelishib, kelib ko'rib olaverasizlar. Like'larni bosib beringlar. Kuxnyamiz ham keng tushgan. Baland solingan dom bo'ladi yurtdoshlar. Balandlikdan gap yo'q. Eshik ustidan ham ko'rinib turibdi. İnşallah obunachilarimizdan birine nasib etsa xursand bo'lamiz. Keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr. Narxi kvadrat metri ekranda yozib qoldiriladi. 60 kvadrat metr. Sal ziyod raqam. Aman bo'lin, zo'r bahada nasib etsa oluvchilar. Assalomu alaykum.